Endi gapiring, qayeringiz og'riydi? Mana o'zi mana shu turishga, Aha. mana inkayman-ku. Ha. Mana inkayman, bemalol mana. Aha. Lekin mana bu totadi-da. Ha, lekin hammaniki totadi. Og'riqli-da sizniki. Ha, meniki mana totadi. Ha. Keyin kechqurunlari go'pat yurib ketadigan paytimda oyog'im tomir totib qolaveradi. Ha, bo'ldi. Qattiq totadi, juda og'riydi. Lekin mana shu tizza qallamaydi-da. O'zi asosdan endi bunisiga ham salga xayolimga og'riq o'tyapti. Bo'ldi. Qarang, mana shu Faqat chap oyoq. tortganlar ikki oyog'ingizda bir xilmi yo birovida ko'proq, birovida kamroqmi? Og'rirmi? Yo'q, og'riq faqat chap oyog'imga, bunisiga endi paydo bo'lyapti. Yo'q, tizzangiz yetmayapti mana bu yerlar. Mana bu. Ha, og'riqmi? Yo'q, faqat shu tomoni. Ha, bo'ldi. Qarangda, keyin bir 50 metr, 100 metr yuraman-ku. Ha. Mana shu shunday og'riydi-da. Ha, qarang, ko'proq chap tarafingiz og'riydi. Ha, o'ng tomon og'rimaydi, chap tomonim. Ha, bo'ldi. Keyin mana bu yerim shunday o'qalab olsam, mana bu yerlarimni massaj qilsam, shu og'riq qoladi. Bo'ldi, tushundim. Aha. Keling chiqing endi bu yoqqa. Yelkalaringizda og'riq yo'qmi? Yelkamga endi astroxondroz bo'ldi. Yo'q, og'riq, uni toliqishlar bor-da, ha? Ha, bu fulla ittagan o'qiman. Bir narsani bunday ko'taraman, yaxshi ko'tara olmayman. Ha, ko'tarib ham qo'lingiz ko'tarib? Yo'q, bu ko'taraman o'zi. Lekin yuk ko'tara olmayman. Ha, bo'ldi. Vaqt kuchli elektrik. Ular ana shu yoqqa ishlaydilar. Pul to'liqib, yangida Necha yoshdaman dedingiz? 66. Ha, hozir ham ishlayapsizmi? Yo'q, endi 1 yil bo'ldi hozir. Shu kasallik bilan Ha, ishlamayapman. chiqing, bo'ldi, chiqing. Mana bu yerga pishirangiz qo'ying qani. Shu kasallik bilan ishlamayapman hozir. Xudo xohlasa nasib qilsa yaxshi bo'lasiz. Tak, biz bo'ldik boshlaymiz bo'lmasa. Qani, mana bu yerlarda muhabbat ikkita qizdirib olaylik badaningizda. qayerga og'riq bo'lsa ayting aka. Hozirda. Mana bu yerda og'riq bormi? Bor. Ha, bu yerda ham kiritangiz bor mana bu yerda. Og'riq bor joyda Bu aytsangiz. yerda-chi? Bu ham og'riydi bo'lsa. Ha, olmaz. Bu yerda og'riq bormi? Bo'lsa aytasiz. Bu yerda bormi? Qaysi o'ng tarafingizmidi? Chap tarafmi? Chap tomon. Qarang, mana bu yerda og'riq bormi? Yo'q. Tak, bu yoqda-chi? Mana bu yerda og'riq bo'lishi kerak, ozroq, to'g'rimi? Ha, bossa og'riydi. Ha, boshqa og'riqda o'zi bu. Bu yerda-chi? Yo'q. Ha, bu yerda bor. Bu yerda yo'q. Ha, bu chap tarafimizda bo'ldi. Bo'ldi. Qarang, balandga qarab yoting endi, balandga. Oyog'imizni tortamiz. O'ng oyoqni bukun. Tortaman. Boshqa qo'rma. Bunisini ham tortamiz. Buniki ko'p qallanmaydi, og'riydi. Qatlam, qo'rma. Hech narsa qilmaydi. Bo'sh qo'ying, bo'sh. Bo'ldi. Bo'yningizni ham tortamiz. Oyog'ini bosib turasiz. Bari yuqoriroqqa yoting, yuqoriroqqa. Kel bu yoqqa. Bo'ldi. Qo'l boyab bo'sh bo'yinni ko'taring. Mana o'rniga bitta apani shu bo'yinni burab. Bir qo'y bo'ynim og'riydi-da. Ha. Bo'sh qo'y. Bo'sh. Bo'ldi. Tak. Endi yana qorin bilan yotasiz. Shoshmang. Mana uni qo'ying yostiqda. Yostiq qo'ying, qo'ying. Mana bu yerga. Ha, qo'ying, endi peshonani qo'ying qani yerga. Olma, mana bu yerga peshona tursin, bu yerga. Yana sal oldinga. Bo'ldi, ana shunday. Bo'ldi, ana shunday yotibdi. Asta boshlaymiz endi. Og'riqli bo'ladi ozroq, chidab turasangiz, xudo xolisa, nasib qilsa yaxshi bo'lib qolasiz. Bismillah deb boshlaymiz endi. Ha, so'ying.
Mage Vah 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 vah. Vah. 80'e kirgan boğula kelib davolab ketapti. Qarang, tirishyapsiz. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying o'zini. Vah. Mana shu yerda ham bo'ldi. Vah. Vah. Vah, suvi boqoching. Vah. Kaç metre geldi? Ondan asta var. Vah. 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 Bizga ana tinimiz og'riyotadi. Urgan qo'l moslashib ketdimmi? Aha, odam nerede görüyorlar, doğru mu? Iloji yo'q, moslashib qolganman og'riqqa. Masalan, unday deydi. Yomon kuchli og'riydi, og'riyotadi. Shunga chidab yurib. Halovat uzatdi u. Odam chidaydi shunga, Halovat yürüyorlar. bo'lmaydi. Na uxlaganda na kunduzcha. Hozir tushasiz, bir minut chidab turing-da. Qarang, mana bu yerda og'riq pasaydimi? Ha. Yani doğru yaptılar. Bu yerda-chi? Bu yerda ham pasaydi ozroq. Ya, uncha og'riq yo'q hozir. Yaxshi. Qarang, bitta tushing asta. Qarang, o'ng tarafdan tushing. Qarang, men oyoqni borku, bir-biridan uzoqlashtirmang. Ana shunday. Sekin-sekin bittasini tushib bu yoqqa, qarang, bitta, endi bu yoqqa. Bunisi ham uzoqlashtirmangda bir-biridan. Oyoq orasi ochilib ketmasin. Tushing endi pastga. Asta sekin tushing. Buralarda hiç yol boşluk yok. Orasi ochilib ketmasin. Mana bu yeringizda ham hozir silish borda. O'sha bunday qilmang, risk harakat qilmang, orasi katta ochilmasin. Joyiga qotish kerak endi. Tizagacha olib bo'lmaslik kerak. Keyin bir dalaga chiqib kelsammi? Chiqib keyin bo'lmasa. Ha, işte paslaga Yürüyüp yol gitsem. bu. Ha, yürüyüp. To'xta. Bak kim? Qancha yursangiz, bir 100 metr yursangiz bilinadi, 200 metr. 200 metr yuzdan bilinadi. Ha, bo'lmasa 1-2 metr borib keling. Hadi. Mana endi Başka da bir adam. belim og'riydi. Keyin 200 metr yurgandan keyin oyog'im og'rib qoladi. Mana bu qo'ymichim shu og'rib qoladi-da, keyin yurolmay qoladi. Hozir shu yo'qoldi. Hozir yurib keldingiz, ha? Ha, pastda bir 800-900 metr ham tembol podyomga yurib keldim. Lekin og'rimadi. Молодец, yaxshi. Boya urgan uzun foyda qildim deyman. O'sha. Foyda qilganda. Lekin endi oyog'ini iloji yo'q. Ancha vaqtdan beri shu aloq bo'lmagan. Buni asta-asta Ortopedga bir ko'rsatasiz-da, tizani o'zida u. Tizani o'zi. Lekin o'zgarish bo'ldi-ku bu qaringiz. Yo'q, yaxshi mana shu yo'q. Shu gattay bo'lsa ham mana bu-da. Ha, gattag emas, bir 50% dan oshib Ha, ketdi. bu. Bo'ldi, mana shuna qilolmas edim. Keyin yana hozircha faqat mana shu yerga og'riq bor. Endi o'sha tizanikida, u tizani Shu. beryapti. o'sha Qarang, ha. muskul, mana bu yerda muskul bor-ku. Ha. Mana shu muskulga og'riq. Ketadi u.
juda qattiq og'riq bor edida. Ha. Hozir bir 100 metr 200 metr yurgandan keyin mana shu yerim juda qattiq og'rib qolaydi. Keyin oyoq bosishga qiynalib qolaydi. Hozir o'sha 50-60% ga yo'qoldi. Endi asta yo'qoladi. Pastdagi yo'qoladi, pastdagi. Ha. Balandda bo'lmasa bo'ldi mana balandida. Yo'q, vaqtda yo'q. O'g'lim mana bir 200 metr yurgandan keyin birinchi bo'lib turib, mana shu qo'ymish og'riq edi, mana shu og'rib qolaydi-da. Keyin belim qandaydir ana bo'lib qolaydi. O'zimni bunday ko'tarolmay qolaydi. Bel uyushib qolaydi-da. Keyin oyoqlar jonsizlanib qolaydi. Hali mucha yuradi-ku, chumol yurgandek bo'lib qolaydi. Hozir o'sha narsalar yo'q. Yo'q, yaxshi. Yo'q, o'sha narsa. Yo'q bo'lsa yaxshi bo'pti. Значит, kelsa bo'lar ekan-a bu yerga. Ha, yo'q. Rahmat To'g'ri doktor. kelsa bo'lar ekan. Endi Mayli. u bitta seansga baribir o'ta qiyin endi, chunki biz yana ancha o'tkazyaptik-da mana. Xohlasangiz yana kelasiz 15 kundan Ha, keyin. kelamiz. Nasib bo'lsa yana bir kelib yana birlikcha ichini olib ketamiz nasib bo'lsa. Bo'ldi, sog' bo'ling, salomat Sizga bo'ling. rahmat. Rahmat doktor, sizga sog' bo'ling. Mayli. Kelinglar, yaxshi foydasi bor ekan. Ha. Men foydasini bildim-da, shu bilganimcha aytyapman. Lekin men shu qo'yim uchun juda qattiq